Alloh taolo nasib etmaydigan narsalarni xayol qildirmasin. Hazrat Usmon roziyallohu anhu gapi eng asosiy, hammasiga to'chka qo'yadigan gap. 2 kun oldin Jizzaxda ochilish bo'ldi. Maktabimizni ochdik deng. Va Shokir aka Otaxonov, ko'pchilik biladi, ibratli videolar qiladigan akalari. Nutq qilib gapiryapti, yonida turibman. Shunda bu 12-filial ekan. Xudo xolasa 120, 1200-filiallarni ochayotganda shu ustoz ochyapman desa, bilet olib borishik nasib qilsin. Afrikalardan oching deb aytdi-da. Shunda Afrika deganda ichimda o'zi niyat bor edi. Qachondir O'zbekistonda yaxshilab xizmat qilib, xalqni oldida, davlatni oldida yuzim yorug' bo'lganda global masshtabga chiqqanda shu Afrikalarga, eng qiynalgan joylarga nasib etsa maktab qurish niyat bor deb o'ylab yurardim. Shu Afrikada ham ishqi bu qancha maktablar oching deganda xayolimdan shundoq kelib o'tdiki, nasib qilsa Ugandadan ochaman dedim. Uganda degan davlatga bormaganman. Afrika taxminan 53, 54, 52 tami davlat bor deng. Zimbabve hayolim kelgan yo'q, Somali hayolim kelgan yo'q. Hech qaysi hayolim kelgan, lekin Ugandada aniq ochaman dedim, ichimda bir o'tdi. Bu taxminan soat 10:54 11larda o'tayotgan fikr. Roppirosi 12 soatdan keyin kechqurun soat 10:54da qayd etgan ozgina vaqtim bo'ldi va bitta haligi inson uchrashuvda Instagramga men ma'lumotlar tashib qo'yaman degani uchun o'zi odatdan ko'p kiravermayman. Messengerga kirib Instagramga kim nima deb yozibdi desam, Ugandadan odamlar yozibdi deng. Assalomu alaykum. Biz Ugandada charity tashkilotimiz. Ramazon iftorliklar tarqatamiz, yetimlar va hokazolarda qaramog'imizga olganmiz. Siz bilan hamkorlik masalasida gaplashmoqchimiz dedi. Qotib qolibman. U ehtimol nazariyasi bo'yicha milliontadan bitta to'g'ri keladi. Nimaga u bir kun oldin yozmadi, 1 yil oldin yozmadi, nimaga bugun yozmayapti, nimaga Zimbabveda yozmayapti, Ugandadan yozyapti. Va u fikrda Xudo taolodan boshqa hech kim bilgani yo'q. Hatto dadam ham. Endi aytyapman men sizlarga ochib. Qotib qoldim deng. Ya'ni fikringizga Alloh taolo mana shunaqa bir go'zal quvvat bergan. Hayvon fikrlamaydi deng. Farishta fikrlamaydi deng. Bor narsani shunday qiladi, algoritm yozilgan ularga. Lekin insonda kuchli tomonlardan biri mana shu tafakkur ekan. Va eng shu miya ham qiynaladigan joyi mana shu o'ylash. Elmira Taqnazar akamiz gap bor. Bir xil odamda miya ishlatsa og'riydi deb o'ylaydi. Og'rimaydi.